Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. So'nggi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurash va uni oldini olish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 5-may kuni manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi esa davlatimiz rahbari boshchiligidagi amalga oshirilayotgan korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha choralarning davomiyligini namoyon qiladi. Avvalo mazkur qonunning qabul qilinishi zaruratiga to'xtaladigan bo'lsak, birinchidan, qonun hujjatlarida manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi tushuntirish berilgan bo'lsa-da, davlat organlari va muassasalarida ularni amalga oshirish va nazorat qilishning aniq mexanizmi mavjud emas edi. Ikkinchidan, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish va tartibga solish bo'yicha yagona amaliyotni shakllantiruvchi vakolatli organ belgilanmagan edi. Uchinchidan, davlat tashkilotlarida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish, ularni aniqlash va tartibga solishning samarali huquqiy mexanizmi mavjud emas edi. To'rtinchidan, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yganlik holda tuzilgan shartnomalarning haqiqiy emas deb topish bo'yicha huquqiy asoslar yetarli emas edi. Beshinchidan, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunda davlat organlarining manfaatlar to'qnashuvini oldini olish yoki uni bartaraf etish talablari buzilishiga yo'l qo'ygan xodimlari, shuningdek ularning rahbarlari qonunchilikka muvofiq javobgarlik bo'lishi belgilangan bo'lsa-da, amalda javobgarlik masalalari nazarda tutilmaganligi sabab ularni javobgar qilish imkoni mavjud emas edi. Shu kabi omillar qonunning qabul qilinishi bugungi kunda dolzarb masala ekanligini belgilab beradi. Manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunning amalga tatbiq etilishi va manfaatlar to'qnashuvini buzganlik uchun javobgarlikning belgilanishi davlat xizmatida nepotizm, qarindosh urug'chilik, urug' aymoqchilikning oldini olishiga va shu orqali korrupsiyani oldini olishga olib keladi. Va bu o'z navbatida fuqarolarimizning davlat xizmatiga bo'lgan ishonchini ortishiga xizmat qiladi. Eng avvalo, ushbu qonunning o'ta muhimligi, undagi deyarli barcha normalarning yangiligi va davlat idoralari va tashkilotlari tomonidan ko'plab choralar ko'rilishi talab etilganligi bois, manfaatlar to'qnashuvi holatlarini o'z vaqtida tartibga solish va qonun bilan belgilangan preventiv mexanizmlarni davlat tashkilotlariga to'liq joriy qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun ijrosini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi alohida qarorlar qabul qilindi. Qarorga ko'ra, birinchidan, qonun ijrosini tashkil etish ishlarini muvofiqlashtirish bo'yicha Bosh vazir raisligida Respublika idoralararo komissiyasi faoliyati tashkil etildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi va Adliya vazirligi Respublika idoralararo komissiyasining ishchi organi etib belgilandi. Uchinchidan, 1-iyulga qadar manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonun tatbiq etiladigan davlat organlari va tashkilotlarining aniq ro'yxati shakllantirildi. To'rtinchidan, davlat organlari va tashkilotlarida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yilganligi yoki unga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar o'rganilib, ular tartibga solish ishlari amalga oshirildi. Xususan, yaqin qarindoshlarning bevosita bo'ysunuvidagi yoki nazorat yo'nalishidagi ishlayotganlik holati, xodimlarning tadbirkorlik faoliyatida ishtirok etayotganlik holati, yaqin qarindoshi ishlayotgan obyektni tekshirishda ishtirok etish holatlari, ishdan bo'shagan xodimning o'z ish joyida bevosita nazoratda bo'lgan tashkilotlarga ishga kirish holatlari, nazoratda bo'lgan tadbirkorlik faoliyati subyektining aksiyalariga yoki ustav fondidagi ulushlarga yoxud ularning boshqaruv organi a'zosi bo'lgan holatlarni, davlat xaridlarini amalga oshirish va davlat mulkini xususiylashtirish jarayonida manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'yganlik holatlari o'rganiladi. Dastlabki tahlillerimizga ko'ra, bu bo'yicha viloyat hokimligi va hokimlik bo'ysunuvidagi jami 15 dan ortiq tashkilotlar faoliyati o'rganib chiqilishi va ularda aniqlangan manfaatlar to'qnashuvini tartibga solish choralari ko'riladi. O'rnatilgan tartibga rioya qilinishini ta'minlash yuzasidan amaliy ko'mak berish ishlari amalga oshiriladi. 5-dan, manfaatlar to'qnashuvini hisobga olish reyestri, mavjud manfaatlar to'qnashuvi to'g'risida xabar berish mexanizmi va korrupsiyaga qarshi kurash agentligi tomonidan ishlab chiqilishi kutilayotgan ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi deklaratsiya barcha xodimlar tomonidan har yarim yilda bir marotaba to'ldiriladi. Shuningdek, ishga yangi qabul qilingan va boshqa lavozimga o'tgan xodimlar o'sha kunning o'zida mazkur deklaratsiyani to'ldiradi. Manfaatlar to'qnashuvi yuzasidan zarur o'qitish va tushuntirish ishlari amalga oshiriladi. Viloyat hokimligi va hokimlikka bo'ysunuvidagi tashkilot xodimlari o'rtasida manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha bilim va ko'nikmalarni baholash uchun onlayn test sinovlari o'tkaziladi. Shu bilan birga qonun kuchga kirgandan so'ng har chorakda viloyat hokimlik komissiyasi o'z yig'ilishlarida manfaatlar to'qnashuvi holatlarini aniqlash va bartaraf etish, bunday holatlarni oldini olish bo'yicha ko'rilayotgan choralarni tashkilotning birinchi rahbar ishtirokida tanqidiy muhokama qilib boradi. Albatta, ushbu ishlarni samarali yo'lga qo'ygan holda amalga oshirishimizda biz nafaqat viloyat hokimligining komissiya a'zolari va boshqa mas'ul idoralar, balki ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalist va blogerlarning hamkorligi va ko'magiga tayanib qolamiz.
E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.